Assalomu alaykum. YouTube obunachilar, Gulbozor.uz Optimli obunachilar. Bugun 6-may. Jahon bozorida ham savdolar tashardi. Bugun may bo'ldi. Bozorlar 12, 11:30, 12:30 boshlanib ketyapti. Havolar ham aynigan. Narxlar bilan. Ha? 10 bitta Aleksandr avval deb qo'yaman. Zenzila. Narxlar Telegram kanalida bor. 100 ming so'm kichkinasi, o'rtachasi 160 ming so'm. Bu katta razmeri 250 ming so'm. Sifat filmlar 130 ming. Bu necha puldan ham bu donali narxlari? Laklar. Havaya Palma 250 ming so'mliga. Mana bizni joy hamma biladi. Mana shu Dorg'adan kirib, Dorg'aga yetildi. Chap qo'lda mana shu Artel do'kon tagida. Kiratorlar o'ta go'zal holatda. Archalar, Tbilisida bor. Archalardan ham 700 ta yoki 750 tacha bor. Mana bu yerda hozirgi holatda ham bor. Turibdi. 160 ming so'mdan. Optimga boshqacha narx bo'ladi, o'zi bilishadi optimchilar. Bu yerda joylarimiz. Yo'q, Anvar aka, Ashurali aka. Hamma ashuna deyapti, menga jiddiy joyimizni bilasizlar, mana shu yerda eng katta joy bizniki bo'ladi. Optim narxda, ichki narxda beriladi bu yerda. Donali keladiganlar ham shu narsani bilib qo'yinglar. Bu yerda xodakami gullari. Wow! Bo'ldi. Namazar pakani gullari. Optim narxlari bu yerdan bemalol kelaverasizlar. Mana mana tuvakcha akalarimiz. Bu yerda hammasi optim narxda bo'ladi. Pastapkalar. Holatlari. Bu yerda Odil akaning gullari mana Ravotga yetmasdan mana shu yerda bizni joyida, yonimizda qo'shni. Voyennilari, fikslari, gitara necha pul ekan? Gitara 35 ming. Gitara 35 ming. Qora shahzodalar? Qoralari, kaptalari 20 ming so'm, kichilari 10 ming. 20 ming so'm, 10 ming so'm. Voyennichi? Bir xil. Voyenni ham bir xil, 20 ming so'm, 10 ming so'm har xil. Kelaverasizlar mana shu yerda. Hozir mana ham bitta bola bor. Mana kamera necha pullik uka? 75 ming so'm. 75 ming so'mlik kamera. Bo'yi necha? 1 metrmi? Bo'yi 1 metr, 90 santimetr, plyus minus 1 metr. 91 metr. Bu qizillarichi? Qizillariga 150 ming so'mdan Optimga. Qizillari 150 ming so'm. Mana Guzmani Guzmaniyamiz 65 ming so'm qiyordi. O'ta ham ideal holatda. bo'y uzunidan ekan, bu pakanasidan. Bu yerda xo'pidan ham bor mana. Tepasini ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Ideal Holatlar. Kaktusi? Kaktusimiz har doimgidek 65 ming. 65 ming. 95 023 2030 uchun. Albatta. Mana niyavishli narsa bor ekan, ha? Necha pul edi? 120 ming so'm. 120 ming. Kelyapti. Mana ham afisha go'zal, ideal. Bardo qizil, qon qizil bo'ladi. Qon qizil ekan. Bu ukamiz mana. Avazoxonda tagida joylashgan. Avazoxon. Ha, monat aytdinglar mana shunga Avazoxonda. Avazoxonda edi. Kelaverasizlar mana. Qora shahzodani. Qora shahzodalar. Xayrli edingiz aka. Oltariqli Abdulbost ekan. Monos necha pul fiksdimi, Rami? 15 ming. Voyennilari 15 ming so'm. Mana kichikroq 13 ming ekan. Qalampiringiz 5 ming so'm. Qalampir 5 ming so'mdan. Oltariqli ekanmiz, ha? Kiraton 25 ming ekan. Dubolis ekan, ha? Asparagus 30 ming so'm sotiladi. 30 ming so'm asparagus.
Zamiyalar o'zingiz dehqonchiligingiz 20 ming so'm. Bular yashikka sotiladigan optim narxi. So'bjon ekan joyi mana. Charxonli ekan. Jahonmo'da mana shu yerda. Darvoza mana yo'ldan tushgan deyiladi. Bu yerda. Birinchi darvozadan tayyorlar. Alisher akamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gaplar aka? Kamela nechi pul ekan? Kim? Kamela. 150 ming. Kamelalar 150 ming ekan. Jahon bozoriga kelsanglar, Luboy Gulchidan kamela topasizlar. Mana. O'zini zimniy Puli borga mana zo'ri bor. mashaqa narsalari bor. Puli borga nimasi bor? Zo'ri bor. Ha, zo'ri bor, prizi bor deb eshityapmanmi. Mana bozor holatlari ertalab 11:30, 12larda boshlanib ketib olyapti ekan. Hamma mana pasha qo'rib o'tiribdi endi kechga borib, shomga yaqin tugayapti. Kilo orasida ekan Luboy vaqtda shag'a deyishyapti, bozorda e'lon birlik yo'q deyapti. Mana bizni joy mana masjid. Ba'ziga o'tsanglar ham bo'ladi, Tiflisdan ham olsanglar bo'ladi.